Operatsiyadan keyin vaqti dahshat bo'ldi hamma narsasi. 7 yil davomida spirit bilan foydalanib keldim. Burun ochish spreylardan, ha? Oxirgi payt ta'sir ham qilmayapti bular. Qancha vaqtda bir kunda necha marta sprey separdingiz? Necha marta emas, 20 minutda bir sepaydim, keyin oxirgi payt uni ochmayman qo'ydim. Xo'p. Hozirgi paytda 20 kun bo'ldi operatsiyamda. Vaqti dahshat. Spirit ishlatganim yo'q. Spreylar ishlatgansiz. Uyqumda ham hamma narsam vaqtida. Boshida og'riqlar ketdimi? Yo'q, og'riq yo'q, hamma narsasi zo'r. Xo'p, Asror bizga shu burun bitishi va boshdagi og'riq bilan shikoyat qilib kelganda, tekshirganimizdan keyin biza septoplastika va vazotomiya jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerakligini tavsiya qildik va mana bu operatsiyadan keyingi natija. Chig'anoqlar korreksiya qilingan, to'g'ri. Burun tangli mirtoqlarigacha ochiq holatda, burun to'sig'i ham to'g'ri holatida. Hali uzoq bitmagan joylari bor. Korchka yig'adi, pervaskaga kelib turadi. Xo'p, Asror, og'riqlar jarayonni sezdingizmi? Faqat to'g'risini aytasiz. Yo'q. Og'riqli jarayonni sezmadim, operatsiya buni his ham qilmadim. Ko'pchilik savol yozyapti, mana Telegram gruppada, Instagramda og'riq bo'lmaydimi deb. Bemorimizda mesnani og'riqlantirish ostida operatsiya qilganmiz, umumiy narkozda emas. Shuning uchun aytib o'tdim, og'riq sezganingiz yo'q, ha? Umuman og'riq. Tavsiya qila olasizmi qolganlarga shunaqa holat kuzatilayotgan? Bo'lsin. Xo'p.